Blackpink jamoasi a'zosi Jennie va EXO jamoasi Kai o'rtasidagi munosabatlar haqidagi mishmishlar yana tarqalmoqda. Ma'lumot uchun, Jennie va Kai 2018-yilning oktyabr oyidan 2019-yilning yanvar oyigacha munosabatda bo'lishgan. Afsuski, fanatlar bilib qolishgandan keyin esa bu munosabat kompaniyalar tomonidan chek qo'yilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda esa ularning hali ham uchrashayotganini tasdiqlaydigan qo'sh tirnoq ichidagi dalillar tarqalmoqda. 16-fevralda Kai Bubble platformasida jiyani bilan restoranda ekanligini tasdiqlaydigan video joylagan. Videoning orqa fonida Kayning yonida esa ayollarning paltosini ko'rishimiz mumkin va aynan o'sha paltoni Jenniening Instagram sahifasidagi rasmidagi paltoga o'xshatishmoqda. Stop, kichik e'lon. Agar siz tabiatni asrashga qiziqsangiz, lekin nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, unda sizni Jasmina podkast tomonidan tashkil etilayotgan Yashil qadam erkin volontyorlik harakatiga taklif etamiz. Bu loyihada 15 yoshdan 25 yoshgacha Toshkent shahrida istiqomat qilayotgan istagan yoshlar qatnashishlari mumkin. Batafsil ma'lumot uchun /Jasmina profiliga Telegram orqali murojaat qiling. Loyiha shaxsan men tomonimdan olib boriladi. Barchangizni kutib qolaman. Keling, dunyoni yaxshi tomonga o'zgartiramiz. Barcha ishtirokchilar sertifikatlar bilan taqdirlanadi. Yana bir kichik dalilni esa fanatlarning fikriga ko'ra Jenniening videosida ham ko'rishimiz mumkin. Jennie Instagram sahifasiga joylagan rasmda ba'zi bir fanatlarning fikriga ko'ra qo'shiqda Kayning aksini ko'rishimiz mumkin. What? Ammo meni fikrimcha bu hech qanaqa dalil bo'la olmaydi. Sizchi nima deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ba'zi fanatlar bunga aniq dalil sifatida qarashayotgan bo'lsa, ba'zilar hali ham biroz ikkilanmoqda. Sizchi nima deb o'ylaysiz? Bu detallar ularning munosabatini aniqlashtira oladimi yoki yo'q?